Muhammad Ayub aka, nima bu mana sutmi? Bu sut aka. Jo'jalarga sut beraman deyapsizmi? Jo'jalarga sut beraman deyapman, siz bilan biz marojniymiz aka. Mana. Marojnalarni olib, bu qarang aka, buni ichida sirni qarang. Mana aka. Hozir marojniymizmi yo sirda ko'rsatadilar? Birinchi marojnani qolib turaversin. Birinchi o'rinda o jo'jalarni vaksinasini beraylik aka. Ayuvakdan bo'lgan aka. 4000 dozali gamburamiz aka bu. Bu nimaga? Bu lasotamiz aka. Bu aka chuma har xil kasalliklar keladi aka mana. Deylik biz buni ratsionda jo'jamizni boqamiz aka. Bu ratsionda 10-15 kun boqadiganlar bor aka. Bu ratsionda hech kim bermaydi aka. Birinchi kunda hali mareyka degan narsa bor-da aka. Mareykani originali 800 taligi 8000 turadi. 1000 dozaligi bor aka. Bundayroq bor 400 ming turadi aka. Yo'l kirasi ichida 400 ming yetib keladi vodiyga. Ana yo'l kirasiz 800 ming turadi. Original aka. Endi hali ko'chalardan joy sotib olayotgan, javob 100% vaksinalangan degan akalar bor. O'sha akalarga ishonib olayotgan obunachilaringiz, mana shu O'zbekistonning ichida joy sohasiga qiziqayotgan, yangi qiziqayotgan akalarimiz asa ko'p aldanib olyapti aka. Bu Ayuvak aka mana yozib qo'yganda hamma yo'g'ini. Mana dozalarigacha aka, mana 2000 doza sanalarigacha yozib qo'ying, ichi buklab olibman-da. Shoshilchoqroqmi? O'zimiz bilganimiz hisobiga mana. Bunisi 2000 doza aka, mana 10-2026-yil. 2025-yil, 26-yil qilib siroylarigacha bor. Lekin buni siroyga qarab mana yangi ochiladi aka. Bu sutga qo'shiladi aka. Sutga qo'shmasangiz jicha haligi jo'jalar tabi noziyroq-ku. Shuni hisobiga aka, hozircha ocha olmay qoldim jo'ja. Narsab yo'qman hayajonlanib. Aka, bu gamburasi, bu lasotasi aka. Xo'p aka. Buni farqida aka, bu birinchi beriladi. O'zi aslida buni birinchi beriladi 1 kunligida. Biz buni 1 kunligida mareyka berganimiz hisobiga aka, mareykaga 10 kundan keyin buni 7 kundan keyin buni beraveramiz-da aka. Keyin buni 10 kunlikda beraveramiz gamburasini. Buni bersiz aka, foydasi shundaki jo'jalar yaxshi o'zgaradi aka. Kasal bo'lmaydi. Endi tuxum ko'rsatay deganda chuma kasal kelmaydi aka. Hammaniki kelsa ham, qo'ni qo'shnisiga kelsa ham sizga turaveradi. Aka mana eritish jarayoni mana eritiladi. Shuni sutga qo'shib beraversiz. Bu 1 litr sutga qancha gram qo'shiladi? Yo'q, bu 4000 doza aka mana. Dozasini o'zi. Dozasini o'zi bu aka. 1 litr sutga qo'shaverasiz. 4000 dozani qo'shasiz. 25 litr suvga hozir suvimiz ham tayyor deb to'g'radi. Hozir bu 1 litr sutni 25 litr suvga aralashtirib yuborasiz bo'laveradi. Hozir sutimiz kamligi aka 50-50 siz rosa zo'r foydasi bo'ladi, rezultati bo'ladi aka buni. 50-50 qilasiz mana. 15 litr sut, 15 litr suv qilsangiz aka, o'ta zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Iloji boricha eritaverasiz aka mana. Suvga qo'shaverasiz mana. Suvga qo'shaverasiz aka. Bo'ldi. Mana shuni hozir shu fermezda hamma jo'ja ichadi aka. Ichadi. Keyin buni olib kelayotganda ehtiyot bo'lishsan aka mana. Muzda обязательно 5-6 mingga marojna beradi, muzli marojna. Shuni solib qattiq chugib olib kelaveradi aka. Hozir jo'jani o'zingiz uchun ham issiq qolib bo'lmaydi, aynan. O'zingiz uchun ham bitta ko'rib oling aka, biri boshqatimda ko'rib kelsangiz men ungacha men suvda aralashtirib ko'rsatib turaman. Xo'p. Mana ko'rib turganingizda lasota gamburasi bizmi? Hozir gambura beryapmiz aka. Gambura. 17 kunlik jo'jalarimiz bor. Tepadagi adler jo'jalarimiz ham 17 kunlik. 17 Pastda 20 kunlik ular. Pastda tepadagi qora jo'jalarimiz 17 kunlik jo'jalar aka. Qadrdonlar, hozir biz Andijon akadamiyamiz. Parandachi uz profilining asoschisi Muhammad Ayub akani mana fermalarida. Hozir ikkala tomonda ham fermada jo'jalar to'la turibdi. Bizni chaqirishlaridan maqsad Xudo xohlasa mana shu vaksina berish jarayoni bor ekan, shuni ko'rsataylik dedilar. O'sha jo'jalarning sog'lig'ini Xumajon aka, endi uchun gapingizni ming uzr bo'ldim. Bu qarang, jo'jalar aka. Jo'jalar doim kelsangiz nima aka, sizniki kuniga kattaga o'xshaydi, turishi. Meniki bunaqa emas, deysiz-ku. Biz mana shunaqa narsa beramiz aka. Buni 17 kun, 10 kun, 12 kun baqadiganlarga buni boshorib yordi bo'lasa. Bu gambur aka.
Jo'jani chanqatasiz 1 soat. Chanqatganingizdan keyin bir berasiz aka. Jo'jani etdek kelsangiz, aka ash jo'jani deb beradigan qilib qo'yadi. Yeyishini o'zgartiradi. Kecha kuni bitta akamizga tavsiya qildim aka. Telefon qilib aytayapti, aka uni jo'jani tezroq olib ketmasangiz bo'lmaydi. Hali bog' beradigan odamlarimiz bor, 12-15 kun bo'ladi. Olib ketmasangiz bo'lmaydi, bir kop donni yetkazolmayapti. U nima edi hali doringiz? Deyapti aka, o'ylab ko'ring. Ishtahalarni ochib yuboradi. Ishtahalarini ochib aka, ichaylar yo'nalishlaridan kattaytirib zo'r qilib jo'jani oldiga yurgizib yuboradi ancha aka. Bu vaksinami bu aka? Bu vaksina bu aka. Bu vaksinani bir marta berasiz bo'ldi. Yo'q aka. Ko'p beradimi? Har kuni. Mana ratsioni. Yo'q, har kuni berilmaydi aka mana. 1 kunligida, 6 kunligida aka mana. Mana qarang. Branxit, ana lasota deganimiz branxitimiz aka. 1 kunligida beriladi. Biz uni maraka bergan hisobiga uni bermaymiz aka. Endi 6 kunlikda gambura, yana 11 kunligida branxit, yana lasota ketyapti aka. Gambura, lasota, gambura. 110 kungacha tuxum ko'rsatib beradi, 110 kungacha aka. Shuni hisobiga hali bizda 110 kunda kiradi-yu. Ko'pchilikda 4 oy, 5 oy, 6 oylar ham ketib qolar ekan-da. Bizda unaqa emas. Bu dorilar ichgan hisobiga ancha rivojlanib ketadi aka. Rivojlanishi tabiiy bo'ladi. Masalan, o'zi yeganligini hisobiga, ishtahasi yaxshi bo'lganligini hisobiga tezroq rivojlanib ketadi-da. Endi bunday narsada aka zalda yuradigan odam bo'ladi-yu. O'zi biladi, qanaqa pitaniya qilishni biladi. Pitaniyani yesa, asha rezultat mana yo'qolgan energiyani asha vitamin tiklab beradi. Bu как bitta vitamin ularga aka. Rivojlantirib beradi. Ichki sohalarini kengaytirib, rivojlantirib beradi. Bunday qilib aytganda, o'zbekcha tushuntirganda aka. Xo'p, hozir bu aka Andijon qoratovlarimizdan nechta bor? Adlilarimizdan nechta bor? Aka, Andijon qoramiz где-то 10 mingdan atrofida aka. Andijon qoradan muammo yo'q. Necha mingta desa, ashuncha bor aka. 100 mingta desa, 100 mingta qilib beramiz. Adlerchi aka? Adlerimiz aka 1000 ta edi. Hozir mana shu adlilar ham trendga chiqyapti aka. Adler trendda aka, xudo xolasa, Adler trendda. Boshqacha to'g'ri bo'pti bular. Adler o'ta trendda aka. Bu aka hali bir tomoni yutuq tomoni aka, hali boqishni bilmaydigan odam ham o'ta hali sodda odam ham baxsa bo'laverar ekan. Shunaqa ekan-da, joni. Mingta boqsangiz, 2 ta 3 ta o'ladi bizda. Endi u odam 10 ta o'ldi deydi aka. Buni yutuq tomoni aka, buni men kasal bo'lsam, bunday qilib aytganda, mana Masjo'ja kasal bo'lsa, Masjo'ja o'lar ekan. Yonida yuqtirmaydi ekan aka. Ha, o'zim ham adler ochtirdim aka, yaqinda ko'rdim. Kuzatib turibman. Jo'jalaringizni ko'rdim. Zo'r, xudo xolasa, yaxshi o'zgaryapti. Rosa e'tibor bilan qaradim. Alimingiz bergan maslahatlaringiz, bir ikkita mutaxassis akalarimizdan olgan maslahatlarim bilan qarordim. Rivojlanishi zo'r bo'ldi. Menga yoqdi adler aka. Adler yaxshi, Andijon qora ham zo'r, tuxum yo'nalishida bu ham chempion. Yana bitta yangilik bu yil keladi, xudo xolasa, u ham go'sht, ham aka tuxum yo'nalishida vaqtini buzib beradigan jo'ja kelyapti Koreyadan. Xudo xolasa. 1000 dona. Xudo xolasa uni ham yana yilga jo'jalarni sotamiz aka, inshaalloh. Aka, endi narxlarga kelsak, bular qanchadan bo'lib qoldi? Aka, mana hozir bitta narsa aytaman, shunday yaqinga ushlab qatib qolasiz aka. Buni qarang. Obunachilaringiz yaxshi ko'rasizmi aka? Kanishda. Kelishib oldingmi, kelishib olmadingmi aka? Xolis Alloh uchun aka. Obunachilarda men aka hurmat qilaman, chunki bizni bu darajaga yetishimiz sabab shularda. Aka, mana shu jo'jalar obunachilar uchun 16 ming so'mdan O'zbekistonda xohlagan joydan telefon qilsan aka, 1000 ta, 100 ta, 200 ta emas aka. Meni 58 ming ta obunachim bor, 58.500 ta. Sizniki 100 ming nechta ham? 190 ming ta. 190 ming tami? Vashim ko'tarilib ketsin aka. Instagramda 34 ming ta bor. Ha, vashim yoryapsiz aka, to'g'risi. Obunachilaringizga addushi anaqa qilib qo'ysak bo'lar ekan. Aka, meni obunachilarimga xullas. Bu 16 ming so'mdan O'zbekiston xohlagan joyidan aka 1000 tagacha zakaz bersa bo'laveradi. Misol mana Ohangaron Iyag'ga ketaveradi aka. Voha tomonga qarab ketsak 100 ta zakaz qilish ham mumkin. Asha 16 ming so'mni uyiga yetkazib beraman. Nasib qilsa, o'ta shaharda chekkasida bo'lsa aka, shaharning sentriga kelib tursa, işte meni ham qiynamasin, o'zini ham qiynamasin. Birinchi o'rinda jo'jani qiynamasin aka. Sentrga kelib tursa, men qarshiga o'tib ketadigan bo'lsam, qarshi yo'nalishga kelib tursa, shuni olib ketsa bo'laveradi aka. Ashakkacha bekarga bo'ladi. Endi misol deylik, mendan 5 kilometr, 3 kilometr uzoqda bo'lsa, aka, shuni kirib uyga olib kelib beraveraman. Ashini ichida bo'ladi, 16 ming so'm ichida. 16 ming so'mning ichida. Aka, dagovorni qarang. Obunachilaringiz uchun siz 190 ming obunachisiz bormi? Aka, 2000 dona jo'ja qo'yib beraman. 14 kilo jo'jani aka, 13 ming so'mdan qo'yib bersam rozi olasizmi? Ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz? Yo'q, seriyozli gapiring. Men siz bilan kelishib qo'ygan joyim yo'q. Bo'ldi aka. 13 ming so'mdan qilib beraman aka, 1000 ta jo'jani. Yo'l kirasi bilan. Yo'l kirasi ichida. Bitta odam olsa uni. Misol aka 10 ta odam oladigan bo'lsa, men qiynalib olaman. Xo'p, mana shu 2000 ta jo'jani
Bitta odam oladi. Yo'q, aka, mana bu jo'ja 16 ming so'm, meni obunachilarim uchun. Addushi. Mana sizni 190 mingta obunachingizga aka 14 kunlik jo'jani aka shunday 13 ming so'mdan olib borib beraman uyiga. Bitta odam olsa. Opsiya hamma. Ha, 2 kishi olsa 4 kishi kelishib olishini, bo'lishib olsin, qizig'i yo'q. Bitta joyga tushirsam bo'ldi aka. Xo'p, gap aka. Gap aka. Ertaga menga obunachim tilib. Yo'q, aka, sotilib ketdi degan narsa ham yo'q aka. Ashla demayman-da, zararga yursam ham, kecha zararga yurimmi? Ashunday foydada turaman, lekin qisman foydamdan ko'ra zararda turaman. Shuni hisobiga aka, yana mingta qo'shib qo'yaman aka. 2 mingta jo'jani 13 ming so'mdan bob baraka aka. Bo'ldi. Obunachilaringiz ko'ramizda, qani? Xudo xolasa aka. Tindirishib yuborsin telefonda aka. Mana shu jo'jalar mana 16 ming so'mdan aka, mana bu jo'jalarimiz. Ha, bitta ko'rsating aka, farqini bilishsinlar, ishda katta kichikligini ko'rishsin aka. Katta aka, razmeri yaxshi. Kattami, kichkinami aka? Yaxshi razmer. Mana shu 20 kunga yaqinlashib qoldi aka. Bularimiz 15 kunga yaqinlashib qolgan aka. Mana. Mana shu jo'jalarimiz 16 ming so'm, pastki jo'jalarimiz 20 kundan yaqinlashib qolganlar aka. Ularimizni 20 ming so'mdan uyga olib borib beraman aka. O'zbekiston xohlagan joydan olib qo'yasiz. U qizig'i yo'q aka. 100 ta olam, 50 ta olam qizig'i yo'q. Faqat yo'nalishga chiqib tursa aka. Deylik eng uzog'i qayer? Qoraqalpoqmi qayer? Qoraqalpoq. Qoraqalpoq bo'ladigan bo'lsa bir tomonlama bo'lsa aka, mana deylik. Bir tomonlama Ohangarondan ketsak, shu yo'nalishda bo'lsa bo'ldi aka. Yo'limizga chiqib olib qolsa bo'ldi. Trassaga, katta trassaga chiqib tursa. Katta trassaga chiqib tursa bizga udobli bo'ladi aka. Jo'ja ko'pligini hisobiga kecha qiynalib olmaymiz, jo'jadan bateriya qilib qo'yamiz. Borganda aka tiriga, yoqqaniga pul sanaymiz. Unaqasi yo'q aka, hech qayerda. Bizdan keyin chiqishi mumkin. Sababi nimaga deng? O'tgan safar aytdim-ku. Ham sotamiz, ham qaytarib olamiz dedik. Unaqa odam rosa ko'paydi. O'ta ko'paydi. Aka, gap 13 mingdan. Aka, mana holisi Endi Alloh. qarang aka. Siz bilan kelishib olgan joyim ham bo'ldi. O'zim uchun aytdim aka. Bo'ldi. Siz obunachilarga adresh gapirdim. Moboqdan bo'ladigan bo'lsa, bilasiz, katta obunachi bo'lgandan keyin siz o'zingizga minus bo'ladi. Yo'q aka, mana men o'zim uchun aytdim. Bo'ldi aka. Siz obunachilaringiz uchun aytdim, xolos. Men siz bilan kelishib olgan bo'lganda ham aka, sizimda anaqa qo'pasiz bo'laveradi-da, ha deb qo'shilib ketsangiz bo'ladi. Chunki men o'zimni dilimdagi narsani shunday aytdim aka. Tushunarli. Qadrdonlar hozir mana Muhammad aytgan parandachi o'z profilida asoschisi 2000 ta jo'jani o'zi 1000 ta dedim aka, siz haligi obunachilarim deb qo'yardingiz aka, yana 1000 ta qo'shib yubordim aka. Lekin jo'jani 14 kunligini olib borib beraman aka. 14. Monoku jo'jani 13 mingdan berasan, yo bu jo'jani 13 mingdan berasan deyib bo'lmasdan aka. Hop, 14 kunlik, kuni 14 kunlik jo'jani aka, gamburasini berib, videosini tashlab keyin olib borib beraman. Bo'ldi, tushunarli. Qadrdonlar yaxshi anaqa bo'ldi. Narxini ham chiroyli qilib berdilar akamiz. 2000 ta oladigan bo'lsangiz mana 13 ming so'mdan qilib berar ekanlar. Gap deb aytib turibdilar. Aslida tezda aloqaga chiqadigan joyi, chunki juda ham arzon narxda ketyapti hozir mana. Eng qizig'i aka, YouTube ham uyiga boradi, ham aka tirigiga bo'lsanaydi aka. O'lganiga bas. O'lganiga bo'lsanamaydi aka. O'zbekiston xohlagan joydan olsin, Surxondaryodan olsa, Qashqadaryodan olsa, Buxoro, Surxondaryo, Samarqand, Ohangaron, Jizzax, Bo'ka, qizig'i yo'q. Bu joydan aloqa qilsa olib borib beraman aka. Adlerlar qanaqa bo'ladi aka? Bu adlerlarni aka bir oydan keyin sotamiz aka. Hozir sotuvda yo'q. Bu jicha kichikroq aka. 5-10 kun tursin aka, 3-4 ta vaksinatsiya etsin, xudo xolisa zo'rib qoladi. Tushunarli. Ularni ham kattaroq qilib, hali chiroyliroq qilib sotamiz aka. Tushunarli. Bu keyin aka liniyasi toza liniya. O'sha Pryamoy Qirg'izdan kelib o'tgan bular, ha. Sariq oyoq shu bo'ladi. Sariq oyoq, Sariq oyoq, sariq tumshuq deyishar ekan. Sariq oyoq, sariq tumshuq shu bo'ladi aka. Tushunarli. Keyin hali ko'pchilik Susseksga adashtirib o'ryapti uni. Susseks ham bir xil-da aka. Ko'rgan bo'lsangiz. Bir xil, ha. Ko'rinishi bir xil, lekin oyog'i qora bo'ladi. Hali bir Toshkentda qo'ydingiz-ku? Toshkentda qo'ydim. Bu Susseksda bu. Susseksda, to'g'ri. Ashuni hali ko'p obunachilaringiz bilmayapti-da, narxi ancha anaqa o'ynaydi aka. U asosiy tuxumga adashmasam Susseks. Yo'q, aka, endi Sussexni tarjima holini o'qib chiqmaganman, xabardorim yo'q. Lekin bundan farqi narxida bo'lgandan keyin nimasidir bundan pastroqda. Shu tomonlama e'tibor berishlar. Aka, Andijon qora jo'jani liboy turini aka. Lekin bir kunlik aloqa chiqishmay ko'rsin. Chunki masjo'jani olib borib bersak ham aka, bizdan sotib oldi degani o'lmaydi, qaramasang ham yashaveradi degani emas-da. Ko'pchilik olib borishni tashlab qo'yayotgan aka, ochiq joylarga o'lib qolyapti aka. Buni baribir jonzot olib kelgandan keyin mas'uliyatini his qilib boqish kerak. Albatta aka. Men bo'lib biznes qilaman deb olgandan keyin yaxshi qaramasam biznesim minusga kiradi. Men o'zim jo'ja boqib bu yil aka foydada chiqqanim yo'q ochig'i. Chunki
menga tajriba yetarli bo'lmadi. Keyin jichcha mas'uliyatsizlik qildim. O'zimning aybim bilan yaxshigina minusga kirib qoldim. Endi keyingi yilga mana ancha-muncha sizdan yana boshqa bir mutaxassis akalarimizdan ma'lumot to'playapman. Xudo xolasa keyingi yilga rejalar juda ham boshqa Hozircha oddiy narsa-da mana. Eshik ochib turib ko'ryapsiz? Mana Mahindradan videoga oling darsi birinchi qatordagi jo'jani. Uzoqroq oling. Siz sezib qolsa hakillamaydi. Og'izlarni hakillatyapti, ko'ryapsizmi? Ha, uni Hakillatyapti. Endi yuring. U oxirida bu yerdan ko'ra issiqligini o'zingiz his qilasiz hozir. Eng katta xato, eng katta minus ashi. Bu ham jo'ja boqishdagi bitta life hacklardan, ya'ni e'tibor beradigan narsalardan biri. Endi oxirida jo'jani bitta ko'rsating. Hakillayapmi, hakillamayapmi? Hakillayotgan bo'lsa hakillayapmi? Hakillamayotgan bo'lsa hakillamayapmi? Buni aka obunachilarimiz kommentariyada yozsin. Kommentariyada yozib ketsa aka, buni sababi aka asha issiq pryamoy kirib jo'jaga solyapti. O'ta issiq, dim havoda. Lekin mayer undan ham issiq, lekin dimli yo'q. Xonaning harorati o'sha jo'ja moslash bo'lgan. Shuning uchun hakillamaydi ham aka. Jo'jali urinib ham ketmaydi unchalik. Shuning uchun e'tiborliroq bo'lsa, ashaqa joylari bo'ladigan bo'lsa, aka eshikni ochmasin-da. Mana ventilyatorga joy qo'yib qo'ydim. Hozir mashinaga ventilyator qo'yaman. Xonaning ichidagi pomni issiqlikni olib chiqib ketadi. Eshiklar pomni yopib turadi, eshik umuman hech bola qolmaydi aka. Eshik hech narsa qolmaydi. Faqat jo'jani hidini olib chiqib turadi, bu jo'jalar xotirjam, chiroyli katta bo'ladi. Ashi gambura lasotalarni xudo xolisa berib olsa aka, obunachilaringizga zo'r qilib, xudo xolisa jo'jalarimizni o'ta tiniq holatda yetkazib beramiz aka. Jo'jalar holati o'ta yaxshi hozir ham. Faqat gamburani bersak, tilimiz uzunroq ham bo'ladi, jo'ja yaxshi ham bo'ladi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa o'ta go'zal qilib O'zbekiston 12 ta viloyatiga chiroyli qilib dastlabkasi ichida aka, bularimizni 16 ming so'mdan, buni 20 ming so'mdan qilib beraveramiz aka. Aloqa chiqsin, O'zbekistonda libo joyda ishini bitiramiz aka. Esidan chiqishmasin aka. Bu narsani ko'chadan jo'ja sotib olayotganda ehtiyot bo'lsin aka. Jo'jam gambura ichgan, lasota ichgan degan narsaga ishonishadi. 100% garantiya beraman. Uni jo'ja bahayotgan odam ham bilmaydi aka. Lasota nima desangiz aka, o'shini tushunmaydi. Ko'pchilikga savol berib ko'ring, mana misolda borib turib, dabdurustdan bor. Aka, lasota berasizmi yo gambura berasizmi siz? Uni qachon berish kerak? U nima ekan u deveradi. Nimaligini tushunmaydi hozir. Shuning uchun ko'chadan olayotganda damazlardan boshqalardan olayotganlar ehtiyot bo'lib, hushyorlikka e'tibor beraverasizlar akalar. Tushunadi. Qadrdonlar, mana biz Andijon Asakada bo'ldik. Muhammad Ayb akamizni fermalarida kerakli ma'lumotlarni olishga harakat qildik. Zo'r taklif berdilar. Obunachilaringizga deyaptilar, masalan, 2000 ta jo'jamizni bitta olib berishadigan bo'lsa, xolasalar bitta olmasan aka, bunday narsa. Adashib qolyapsiz. 1000 ta deyordim o'zi. 4 kishi olib qo'ygan taqdirda ham aka, 2 kishi olib qo'ysang 500 tadan, 4 kishi olib qo'ysan xolasi. Prosta siz hali o'ylanib qolasiz, shunday 2000 ta qilib yubordim. Nimaga hali aytdingiz-ku, aka tugab qoldi degan gap bo'lmaydimi dedingiz? Shuning uchun 2000 ta qilib yubordim, sat aka. Tushunarli. 1000 ta yana bonus qilib yubordim obunachilaringizga aka. Asli bonus bo'ldi mana, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar, ekranda mana nomerlarni ham qo'yib ketdik. Qadrdonlar, manfaatli bo'ladigan. O'ta shoshilishsin lekin aka, o'ta. Xo'p bo'ladi aka.